Assalomu alaykum. Men Dehqon Norijon, Prizm jamoasining asoschisiman. Bugun sizlarga bilan bozorda haftalik analizini qilamiz. Bugun 28-oktyabr, seshanba. Bozor qanaqa holatda, bu hafta qanaqa nimalar kutilyapti, shular haqida gaplashamiz. Paralarda bitta-bitta grafiklarini ko'rib, tahlil qilamiz. Xo'p, bizda Bitcoin ekranlaringda ko'rib turibmiz, ya'ni Bitcoin grafigi bozorda har doim biz analiz qilamiz. Katta time frame'dan kichkina time frame'ga qarab turib. Oylik time frame'da Bitcoinda nima holat bo'lyapti? Oylik time frame'da ko'rib turganimizdek, har doimgidek Bitcoinda uptrendda high low. Biz mana Bitcoinda yangi high yasagandan keyin bizda shu, ya'ni highda va grafikda, ya'ni premium zonada turibmiz desak ham bo'ladi. Demak, premium zonada bizda oktyabr oyi ham highda ham low'da tozalagan. Pastda qaraydigan bo'lsak, pastda ham support, tepani qaraydigan bo'lsak, tepada ham, ya'ni oxirgi likvidatsiyani olgan, ya'ni tepada hech qanaqangi bir aniq, ya'ni grafiki yo'q bo'lganligi uchun, ya'ni aniq bir nima yo'q, lekin bizga единственный narsa mana shu impulsdan keyin bozor premium marketda turibdi, ya'ni bu joydan любое время, ya'ni korreksiya boshlanishi mumkin bo'ladi. Xo'p, oylik time frame'da men nima ko'ryapman? Faqatgina, ya'ni hali to'liq yopilmagan oktyabr oyining shamini ko'ryapman. Oktyabr oyi yopilishiga 3 kun qoldi, ya'ni o'ylaymanki oxirgi mana shu 3 kun yo pastga yoki tepaga keskin yurish bo'lishi ehtimoli juda katta, sababiki ko'ryapsiz qanaqangi bu sham qanaqangi holatda turibdi hozir, ya'ni tanasiz holatda turibdi. Ko'ramiz nima bo'ladi. Xo'p, agar shu holatda yopilib beradigan bo'lsa, biz noyabrda nima kutamiz? Noyabrda tabiiyki, agar noyabrda boshidan bizda mana shu weeklarda pastini to'ldirishdi yoki umuman to'liq, ya'ni yopishni ko'radigan bo'lsak, noyabr oyida biz bemalol masalan noyabr oyining o'rtalaridan biz mana shu yoqda Bitcoinda support qidirsak bo'ladi, ya'ni longga pozitsiya qidirsak bo'ladi. Paka oylik time frame'da konkret narsa ko'rilgani yo'q. Xo'p, o'tgan hafta biz analiz qilganimizda pastda imbalans borligini aytgandim. Ya'ni hali imbalansga yetib kelmadik va mana bu yoqda week qolgandi. Ya'ni bu weekda 0.5 dan yoki to'liq to'ldirishidan reaksiya oladi dedik, lekin weekda, ya'ni to'liq yopmadi, где-то 90% ni yopdi va Bitcoin yana tepaga harakatlandi. Ya'ni buni oladigan bo'lsak, biz mana shu oylik time frame'dagi week Bitcoin uchun yaxshigina support zona hisoblanadi. O'tgan analizda ham aytgandik, mana bu candle'ni o'zi ham qarama-qarshi, ya'ni resistance zona desak ham bo'ladi. Ya'ni bu order block alomatlaridan, ya'ni order block shamlaridan deb qarasak bo'ladi. Mana bu minimum va mana bu maksimumni oladigan bo'lsak, bizda haftalik time frame bo'yicha bozor yaxshigina discount zonada, ya'ni support zonada turibdi. Hozir agar oylik time frame yopilishiga ozgina qolgan, o'ylaymanki mana shu yoqdagi qanaqadir lokalniy support test qilib turib, u bemalol masalan oxirgi oy, ya'ni oxirgi kunda 2 kun ichida masalan Bitcoinda biz qanaqadir pumpni ko'rishimiz ham mumkin bo'ladi yoki o'sha qanaqadir dump. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, yo pump yo dump bo'ladi emas, umumiy, ya'ni aniq qarashda bu yoqda grafikda shunaqa narsa borki, katta time frame'da Bitcoinda korreksiya, kichkina time frame'da esa lokalniy qanaqadir support, ya'ni lokalniy support turibdi deb qarasak bo'ladi. Ya'ni kichikroq time frame'da bunga biz aniqlik kiritsak bo'ladi. Bitcoinda mana shu bu FF deyiladi, imbalansda, ya'ni imbalans bilan yopgan zona hisoblanadi. Agar qachonki biz bu zonani ustiga yaxshigina, ya'ni buni, ya'ni bozor inobatga olmasdan turib ustiga yopib chiqib oladigan bo'lsa, biz bemalol Bitcoinda yangi all time high'ni ko'rsak bo'ladi. Ya'ni shu zonani ustiga chiqib oladigan bo'lsa Bitcoin. Va mana bu yoqda agressivniy short ochilgan zona hisoblanardi. Buni hozir Bitcoin, ya'ni teng high'lar qilib nima qilib oldi. Yana bitta narsani aytishimiz kerak. Bu hafta, ya'ni
bozor kuni biz Bitcoinda pump ko'rdik va mana bu yoqda futuresda чтобы gap qolib ketgan. Bu gapda agar bu hafta agar to'ldirib, mana shu 1-2 kun ichida to'ldirib keladigan bo'lsak, gapdan keyin Bitcoin yaxshigina uchish ehtimoli bor. Ya'ni Bitcoin umumiy holati bizda bullish holatda turibdi. Bullish holatda turibdi. Lekin kattaroq time frame'da chuqurroq korreksiyani ko'rishimiz ham mumkin. Shu joyi ham bor. Bizga ya'ni xavfsiz joy, ya'ni bu korreksiyani ko'rmasdan tepaga ketamiz deydigan joy mana shu 118 mingni ustiga chiqib olgandan keyin Bitcoinda biz bemalol yangi all time high'larda ko'rsak bo'ladi. Xo'p, demak, bu yoqda short ochganlarda shortlarini stopini yig'ishtirdi Bitcoin, lekin stop olingandan keyin riski harakat, ya'ni keskin harakat yo'q. Ya'ni joyida turibdi, hech qanaqangi ya'ni nima qilingani yo'q. 4 soatli time frame, 4 soatli time frame nima gap deydigan bo'lsak, 4 soatli time frame, 4 soatli time frame'da bizda aytarli hech narsa yo'q, faqatgina mana bu order block desak ham bo'ladi. Shu order blockdan masalan qanaqadir reaksiya olib turib, dальше ya'ni tepaga support qidiramiz. No, tabiiyki agar mana bu agar buziladigan bo'lsa, mana bu minimum ham buziladigan bo'lsa, Bitcoinda endi chuqurroq korreksiyani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Faqat что Bitcoin bullish holatda, katta time frame'da ham o'zi bullish holatda. Hozircha ya'ni holat yomon emas, ya'ni hafta oxiri, oyda oxiri bu bozor buqalar ya'ni o'zini holatini ushlab turibdi. Xo'p, Ethereumda nima gap? Ethereumda oylik time frame'da ko'radigan bo'lsak, shamlarga e'tibor qilamiz. Ethereumda bizda to'ldirilmagan pastda FVga qolgan. Ya'ni 1 oylik time frame'da FVga, 1 oylik time frame'da FVga va bu oy yaxshigina Ethereumda tushdi va yaxshigina tepaga ko'tarilib oldi, ya'ni Ethereum. Ya'ni bu degani buqalar hali ham bullish holat desak ham bo'ladi. Buqalar deb gapiraman, buqalar hali ham kuchlilik qilyapti, nimaga qaraganda, berishga qaraganda. Lekin bozorda vahimasi juda ham vahimali. Ethereumda kattaroq time frame'da mana shu joy test qilinishi kerak bo'lgan joy, lekin mana bu order block bizda как Ethereumga support holatda, ya'ni support vazifasini bajarib turibdi. Katta weekly time frame'da, ya'ni haftalik time frame'da bizda mana shu order block bizda support bo'lib turibdi. Kelyapti, supportdan nima olyapti. Haftalik time frame da ham o'sha grafikda, lekin premium zonada turibdi umumiy holatdagi grafik. Ethereum low 0.5 dan yaxshigina reaksiya oldi. Ethereum mana bu weekda 0.5 dan yaxshigina reaksiya oldi va bizda qisqa qanaqadir pump qildik Ethereumda. Tabiiyki hozir Ethereum xuddi Bitcoinga o'xshab Ethereumda ham shunaqa zona bor, ya'ni buzishi kerak bo'lgan zona. Mana shu zonadan Ethereum tepaga chiqib olishi kerak, ya'ni tepaga chiqib olgandan keyin o'sha Ethereumning yo'li ochiq. Bu safar ham ya'ni biz taxmin qilamiz, ya'ni Ethereumda all time high'ni ko'ramiz deb. Sababiki mana oktyabr oyi boshida yaxshigina manipulyatsiyalar, pastga tushishlar bo'ldi, lekin ko'p altcoin'lar o'sha mana bu tushib ketgan paytidan undan ham yuqoriroqqa o'zini tiklab oldi. Masalan, TAO'ni bitta misol qilib aytib o'tib ketaman. TAO'ga e'tibor bergan bo'lsalaring, TAO o'sha bozor tushganda qanaqangi keskin tushib ketdi va yaxshigina, ya'ni pump bo'ldi TAO'da. Ya'ni bu aktiv nima degani, men hali tirikman, hali yo'lim uzoq degan ma'noda desak ham bo'ladi. Ya'ni bu aktiv o'zini tiklab yaxshigina tepaga harakat boshlandi. TAO'ni o'zida ham grafik jihatdan tepada, ya'ni likvidatsiya zonalar juda ham ko'p qolib ketgan. TAO'da ya'ni
o'rtacha $1000 atrofini kutaman, ya'ni targetimni. Xo'p. Bu endi baribir Ethereum bilan Bitcoin'da yurishiga bog'liq bo'ladi. Bu altcoin'larda yurishi ham, lekin umumiy ya'ni ko'p altcoin'larda holati yomon emas. Hop, bizda Bitcoin dominatsiya tepaga, ya'ni korreksiya qilishda davom etyapti. Ko'ryapsiz, qanaqangi mana bunaqangi holatda chiqib ketyapti. Balki bunga ham o'sha oz qolgandir. Hozir ketib, yana tushib, yana ketib, qanaqadir birdaniga o'sha dominatsiyada biz qanaqadir dampni ko'rsak, nima emas. Sababiki dominatsiya o'sha down trendga o'tgan, dominatsiyada ya'ni struktura singan va pastga harakatlanishni boshlagan dominatsiya. Dominatsiyada bitta bizda qizil mana bu yurishlar altcoin'larda o'sha yaxshigina o'sishlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, total 1 ni ko'ramiz. Oylik time frame'da ko'ryapmiz, ya'ni oktyabr oyini candle'ini yaxshigina pastga tushib bergan va xuddi o'sha Bitcoin Ethereumga o'xshab turib kuchli, ya'ni tepaga yana pastda wick qoldirib kuchli tepaga tanani hosil qilyapti. Xo'p, high olindi, low olindi. Paka bizda hech qanaqangi bir konkretniy yo u tomonga yo bu tomonga yurish degan narsa yo'q. Bu ham xuddi shunaqangi weekly time frame'da, haftalik time frame'da yaxshigina mana bu wickni ichida turibdi, supportda turibdi. Bu degani bozor любое время xohlagan paytimiz bozor tepaga pump qilish ehtimoli juda katta. Mana bu minimum buzilgandan keyin bir nima desak bo'ladi, чтобы bozorda holat qanaqadir o'zgardi. Pakashda shu wickni ichidamiz. Men altcoin'larda bullish holatda bo'laman. Xo'p, total 2 ham ya'ni kuch pastroqqa ko'proq tushgan va tepaga agressivniy tepaga ko'tarilgan. Bu ham wickni to'ldirib yana yaxshilab ko'tarilyapti. Total 1 ga nisbatan total 2 va total 3 yaxshiroq yurish qilib beryapti, ya'ni. O'shaning uchun ham o'ylaymanki, o'sha Bitcoin'dagi misol sekin-sekin kapitalda oqimi Ethereumga yo boshqa altcoin'larga sekin-sekin yo'naltiryapti deb taxmin qilsak bo'ladi. Xo'p, Solana qanaqa holatda? Biz hozir total 1, total 2, total 3 ni ko'rdik. Solana'da pastda yaxshigina polka likvidность qolgan. 1, 2, 3, 4 minimumlar, ya'ni oylik time frame'dagi bir necha oydagi minimumlar hali olinmagan. Xo'p, Solana'da oylik time frame'dagi ko'p minimumlar olinmagan. Endi o'ylayman, bunaqa bozorda hali Solana keskin tushib ketib qanaqadir nimalarni oladi demayman, lekin weekly, ya'ni haftalik time frame'da mana bu joy Solanaga juda ham kuchli likvidatsiya joyi hisoblanadi, ya'ni ketma-ket 3 ta haftalik minimumni olmasdan kelyapti. Solanaga o'shaning uchun sal ozgina ehtiyotkorroq bo'lib turamiz. Hatto Bitcoin o'sib ketadigan bo'lsa, Solana ham orqasidan ergashib o'sadi, lekin bu ko'ryapsizlar, Bitcoin baribir o'sgani bilan Solana'ning qimirlashi juda ham sekin bo'lyapti. Sababiki pastda juda ham ko'p pul qolib ketgan, ya'ni Solanaga ko'p long ochganlar juda ham ko'p. O'shaning uchun ham Solana любое время, ya'ni chuqurroq korreksiyaga kirishi mumkin bo'ladi, ya'ni altcoin'larga qo'shilib oqib. O'shaning uchun ham Solana'da darajada, ya'ni bullish emasman. BNB'da nima gap? BNB yaxshigina tepaga pump bo'lyapti oylik time frame'da. Haftalik time frame'da ham BNB yaxshigina supportda turibdi. Любое время BNB yana yangi all time high qilish ehtimoli yo'q emas, bor. Haftalik time frame'da mana shu imbalans bizda BNB ga qanaqadir muammoli hudud bo'lishi mumkin bo'ladi. Tak. BNB shu yerda
qanaqadir chuqurroq korreksiyaga kirishi deb qarasak bo'ladi. Lekin hozir BNBni esdan chiqarmasimiz kerak. Time frame juda ham kuchli uptrendda ketyapti va BNBga fundamental juda ham kuchli xabarlar ham chiqyapti, ya'ni. Xo'p, bu yerga endi altcoinlarga o'tadigan bo'lsak, masalan, Sui'ni oladigan bo'lsak, biz qanaqa qaraymiz? Oylik time frame'ga, ya'ni iloji boricha kattaroq time frame'ga e'tibor beramiz. Ya'ni altcoinlar qanaqa harakat qilanyapti oylik time frame'da. Xo'p, Sui'ga e'tibor qilamiz. Sui boshqa grafiklarga nisbatan juda ham kuchsiz holatda, boshqa aktivlarga nisbatan juda ham kuchsiz holatda harakatlanyapti. Kattaroq time frame'ga e'tibor beradigan bo'lsak, weekly haftalik time frame'da ham mana bunaqangi minimumlar qolib ketgan. Agar bu hafta yoki bu oy shunaqa yopiladigan bo'lsa, katta ehtimol bu minimumlarni qanaqadir test qilish ehtimoli bor. Lekin kichikroq time frame'da, kunlik time frame'da mana shu shamda biz bozorga qanaqa kirish nuqtasi deb qarasak bo'ladi, stop loss bilan. Ya'ni bu order block shamiga, ya'ni order block shami deb qabul qilsak bo'ladi mana shu qizil shamni. Lekin kattaroq time frame'da juda ham kuchsiz harakatlanyapti Sui, ya'ni juda ham kuchsiz. Hop, Sei'ga e'tibor beramiz. Sei'da nima holat? Sei'da haftalik time frame'da yomon holat emas, ya'ni o'tgan hafta minimumini olgan. Agar bu olib beradigan bo'lsa, bu minimumini mana shu weekini o'zini biz xolasiz week, xolasiz order block deb olib qaraydigan bo'lsangiz, mana shu weekni testidan masalan Sui'ga, Sei'ga enter qilsa bo'ladi. Enter qilsa bo'ladi mana shu nimani o'zidan. Mana shu order blockni o'zidan. Hop, dollar indeksi. Dollar indeksi nima holatda? Dollar indeksini mana bu minimumini olishini kutgan ekanman, ya'ni tepaga bitta manipulyatsiya qilib turib, shu bilan pastga oqib ketishini, dollar indeksi tushadigan bo'lsa, bozorga yaxshi bir tomondan ta'siri bor deb taxmin qilsak ham bo'ladi. Dollar qadrsizlanadigan bo'lsa, tabiiyki pastga tushadigan bo'lsa, boshqa aktivlar o'sadigan bo'ladi. Bizda dollarda week qolgan, o'sha week, pakashda bu week ishlab beryapti, ya'ni 0.5 bizda reaksiya olyapti, ya'ni 0.5 dan reaksiya olyapti. Balki agar shu joydan oqib nima qilib ketadigan bo'lsa, dollar indeksida, ya'ni men bo'lish holatdaman. Xo'p, sizlar bilan endi asosiy aktivlardan bittasi tilla haqida gaplashamiz. Tillaga o'tgan streamda fikr aytgandim, ya'ni mana shu joyda tilla topida turgandi. Tilla libo время oqib ketishi mumkin, ya'ni tillaga unaqangi katta ishonch, ya'ni tilla haqiqatan ham ishonchli aktiv, fundamental aktiv, juda ham kuchli, ya'ni kapitalizatsiyasi katta bo'lgan aktiv, lekin shunaqa bo'lsa ham, lekin unga ishonib o'tirib olmash kerak, faqatgina longda. Hech qanaqangi aktiv, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, hech qaysi aktiv faqatgina tepaga yoki faqatgina pastga yurmaydi. Вот mana aytilganda tillada o'sha analiz qilindi, ko'rdingiz, ya'ni tilla qanaqangi tushib berdi. Ba'zilar bilan gaplashdim, masalan, tilla shunaqa tushgan bilan sraz, ya'ni 3%, 4%, 5% ga masalan o'zini tiklab oldi dedi, lekin u hech narsa emas, ya'ni shuncha katta ob'yom chiqib ketganda qanaqadir 3%, 4% ko'tarilishi bunga bir sabab bo'lmaydi tillaga. Lekin mana ko'ryapmiz, tilla bugun ham o'sha oqishda davom etyapti. Aytayapman, masalan, liboy aktiv ko'tarilsa ham, tushsa ham, keskin tushadigan bo'lsa ham ko'tarilish bo'ladi, ya'ni o'sish bo'ladi. Keskin ko'tariladigan bo'lsa ham, unda ham qanaqadir qisqa muddatli korreksiya tushishlar bo'ladi. Mana tillada ko'rib turgan bo'lsangiz, yaxshigina damp bo'ldi tillada, ko'tarilganday bo'ldi, ya'ni shunchaki riskga qaytib oldi, ozgina yashil bo'lganday bo'ldi. Mana ikkinchi damp, ya'ni tasavvur qiling, mana riskga tushish, ozgina ko'tarilish, ya'ni riskga tushish. Hozir biz mana bu tushib ketishdan keyin biz yana qanaqadir ob'yom, ya'ni tillaga kirib turib, mana shu FVG ni
to'ldirgani kelib, shu FVGni to'ldir shuncha tushib ketsa ham, shu FVGni to'ldirgani kelib turib, undan ko'ra kerak bo'lsa ko'proq, ya'ni tilla tushishi mumkin bo'ladi. Ну, вообще-то tillada уже nima deydi, yaxshigina ya'ni bull market tugab, tillada trend sinish boshlandi. Tillada trendni sinish boshlandi. Xo'p, hozirda grafikda qayerda kuchli support tillada deydigan bo'lsak, mana shu FVG qolgan. O'ylaymanki, bunaqangi ya'ni agressivni tushishda mana bu FVG buni ushlab tura olmasa kerak. Lekin mana shu struktura bo'yicha eng kuchli support tabiiyki bu discount zonadagi FVG hisoblanadi. Mana bu yoqda ham FVG bor, bu yoqda ham FVG bor. Lekin eng kuchli support bu discount zonadagi support. O'shaning uchun ham tepada agar kimdir mana shu joylarda buy qilib, bu yoqdan buy qiladigan bo'lsa, ertaga misol tilla mana bu joylarga tushib ketadigan bo'lsa, ancha, ya'ni bu joylarga, ya'ni 4000-5000 gacha ancha qaytmasligi ham mumkin bo'ladi. O'shaning uchun ham ehtiyotkorroq bo'lib savdo qilamiz. Xuddi shunday tillada masalan kimdir shortga kiradigan bo'lsa ham ehtiyotkorroq bo'lish kerak bo'ladi, sababiki bu tushgan narsaning ko'tarilishi bor, ya'ni bu hech qachon birdaniga uzun qizil candle bo'lib tushib ketmaydi. U korreksiya impuls qilib tushadi. Xo'p, bitta, ikkita, uchta zona tillada kuchli zonalar пока что ko'ramiz, kuzatamiz, ya'ni yoqimli oqish tillaga tilab qolamiz. Xo'p, men bitta sizlarga parani berib ketmoqchiman. AVAX kecha bozor yaxshigina o'sgandan keyin yaxshigina o'sdi. Impuls ko'rdik AVAXda 4 soatlik time frame'da. AVAX zo'r, ya'ni FVG zona qoldirdi. Bu degani AVAXda yaxshigina entry shakllandi. Xo'p. Mana shu nimani 0.5 da men o'zim AVAXga kirdim. Stop loss mana shu joyga qo'yib turib 3.25% foyda bilan. Take profitim ancha yuqoriroqda bo'ladi menda AVAX uchun. Где-то 7% take profit bo'lib beryapti. Xo'p, bugun bozor bo'yicha fikrlar, analizlar shulardan iborat edi. Kuzatishda davom eting. Siz uchun foydali, manfaatli videolar chiqarishda davom ettiraman. Keyingi analizlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.